Siz tasvirlarda ko'rayotgan ma'lumotlar Buxoro amirligi xazinasi to'g'risidagi ma'lumotlar. Bunaqa katta boylik o'sha davrlarda Xiva va Qo'qonxonliklarda ham mavjud edi. Bu boyliklarni o'sha davrlarda hukmron doiralar 1860-yilgacha yurtni rivojlantirishga, armiyani zamonaviy qurol-yarog'lar bilan qurollantirishga sarflaganliklarida tarix batamom boshqacha bo'lgan bo'lardi. Afsuski bunday qilinmadi. 1860-yildan keyin esa Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoga hujumlari jadallashtirib yo'rilgan. Uzoq kurashlardan so'ng mag'lub bo'lgan Buxoro amirligi 1868-yilda Rossiya imperiyasi qaram vassal davlatga aylantirildi. 1873-yilda Xiva xonligi vassal davlatga aylantirildi. 1876-yilda Qo'qon xonligi batamom tugatilib, Rossiya imperiyasi tarkibiga qo'shib olindi. Qaram vassal davlatga aylangan Buxoro amirligi va Xiva xonligi endi qo'llaridagi mablag'ni yurtni rivojlantirishga, armiyani kuchaytirishga sarflay olishmasdi. Nima uchunki bunga Rossiya imperiyasi ruxsat bermasdi. Oqibatda esa Rossiya imperiyasi boshlab bergan ishni 1920-yilda sovetlar o'z nihoyasiga yetkazishdi. Amirlik va xonlik batamom bosib olinib tugatildi. Yurtni rivojlantirishga sarflanmagan mablag' esa bosqinchilar qo'liga o'tib ketdi.